Uning oxirigacha ximyo olasan işte. Bu klinikaga kelgunimcha men onkologiya bilan 17-yildan beri diagnoz qo'yishgan, shu bilan lecheniya olib keldim, operatsiyalar bo'ldim. O'rtada 2 yil yaxshi bo'lib, keyin metastaza bo'lib ketibdi. Chet ellarga borib davolandim. Boshqa tomog'im og'risa ham borsam, doktorlar qo'rqishardi, saniki onkologiyaga bog'liq. Doktorlarga ham borishga odam qo'rqib qoluvdi. Hammasi onkologiyaga taqirishgan, oxiri bormay qo'ydim. Butun umring oxirigacha ximyo olasan işte. Yo'q, hech narsa olmayman dedim, hech narsa qilmadim. Keyin 5 oy oldin qo'lim yaxshi ishlamay qoldi. Yo'q dedim, hozir doktorga chiqsam yana onkologiya deyishadi, bormadim. Ximiya oldim, operatsiyadan keyin yana ximiya oldim, nur oldim. Undan keyin chet elga bordim, chet elga 2 martalab nur olib keldim, immunoterapiya oldim, qimmat ximiyalarni ham olib keldim. Bu klinikani tavsiya qilishdi, keldim. Diagnoz qo'yib berishdi, unaqa